Kim ekan? O'zimni onamlar telefon qilyaptilar. Ko'chaga chiqib gaplashing. Men Qodirxon futbol o'ynaganini ko'ryapman. Xo'p, alo. Shu hozir meni yomonlaydi, ishtaydi bir. Ha, oyijon, qiynalmayapman. Hamma ovqatlarni qilyapman, qaynonam zo'rla. Shu hozir meni ko'rib qolib maqtadi-da. Ro'zg'or tinch, qaynosinglim bilan opa-singildek bo'lib ketganmiz. Sen nima qilyapsan bu yerda? Ona sizga yetqizaman deb poylab turibman. Kim eshitib qolmasin. Qaynonam meni kelinmas, qizim deydilar. Ko'z tegmasin bir xilimiz-ey. Qara, endi yomonlasa kerak, kutamiz. Oyijon ichkarida televizor ko'rib o'tiribdilar. Qara, hozir ko'chaga chiqib gaplash deganim ham onasiga aytadi. Aniq aytadi. O'zim ko'chaga chiqib gaplashay degandim. Ko'rinmaydigan joy topaylik. Ona nima qilyapsiz bu yerda? Hayda qo'yingni. Yordam kerak emasmi? Aka, boring keting. Oyijon tug'ilgan kuningizga boramiz hammamiz oilaviy yig'ilishi. Oy, yomon yiqilibsiz-a. Ay. Voy.